Shayx-Sharafat yana avjida, faqat bu safar O'zbekistonda emas, Koreyada. Xullas, bugun hamma o'zbeklarda o'ynab puta to'kildi, lekin shu akamizni bu o'yindan ichi to'kilmagan bo'lsa bo'ldi. Bu bo'ldi. Shohruxxonni dushmanlari Koreyadagi konsertini ko'rib kuyib o'ldi. Sababi shu darajada ko'p o'zbeklar yig'ilgandiki, hattoki Shohruxxonni o'zi hayron qoldi. Aytdi, tog'a nagli Shohruxxonni qo'lini ushlab, aka Koreyada qoling, iltan naqd 250 dan arbat ish bor deyordi. Lekin hamma mazza qilardi. Ha, конечно, konsert tekinga bo'lgandan keyin ko'rdingmi, tekin uraver sekin bo'ldi-da. Shohruxxonni bunchalar zo'rsan degan ashlasini eshitib, mana shaytonvachchalar ham o'yinga tushvordi. Xullas, bu bayramda nomi parad, tarjimasini aytaman, nima qilsang qil, lekin hammani o'zingga qarat degan festival bo'lyapti. O'zbekiston shu yerda qatnashyapti. Boshqa davlatlar birinchi o'rin uchun oyoqyalang kurashyapti. Ayollari ishton kiyib, erkaklari yubka kiyib, ko'chani o'rtasida nagli o'yinga tushib bahslashyapti. Bularini bilmadim, endi nima qilishyapti? Menimcha kiyovnakarga ketishyapti. Faxrlanib ayta olaman, bizda o'zbeklar to'g'ri yo'lda ketishyapti. Qo'l bola bim va aravani gazini berishyapti. Xullas, bayram dahshat bo'ldi. Kelganlar hayratda, kelmaganlar arasatda qoldi. Sog' bo'linglar, battar bo'linglar. Hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston.